Kecha kaptivamiz qolib ishxonada. Mana yangi olib keldi 3 kunida. Ideal zo'r holatda. Hop, katalizatorlarni ham qachon chaqirtirganmiz, bo'sh qo'yamizda. Endi narx qimmat, oldi chasti bor, o'tdisi ham erib ketgan. Mana oldidagi paramotor qilingan. Buni ham biz kesib oldik. Tayyor bo'ldi. Olgan kaptivamiz. Aplikatlarni qo'yib, kichkina teshuvlar bo'lgan ham olib qo'ydi beyi. Katalizator boshqa bo'ldi. Bir xil. Pastga o'sib ketmagan, balandroq bo'ldi, diametri bir xil. Bo'ldiga kerak bo'ldi. Hamma yoq ideal holatda chiqdi. Ovozlargacha eshitib ko'ramiz. Mana yuribdi. Ovozlar kichkina. Mana ancha yutib oldi. Mana katalizatori ham o'zi qoldi. Ichiga turib berganmiz. Qani qadrinchi? Ovozlarni qarang. Bo'ldi.